Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya desiz Gajuroz, Washington'dan sözleyimiz. Leksiyaların mavzusu mundaq. Birinci leksiya. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungo po'lat temir mahsulotlarini to'kma qilib sotdi deb ko'rsatib, Chavshan yerim orli vaziyatiga Sodiqo'zorini ko'tarib chiqdi. Mavzuli xabar 7-ayning 14-kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungo qatorliq davlatlarning Amerika bozorida po'lat temir mahsulotlarini to'kma qilib sotganligini ayblab, tamojna bo'yicha qatorliq savdo tijorat qo'rg'ini vositasi orqali yerim orolda Chavshan yerim orolida Jungoga besim ishning ko'zora qiladiganligidan bishorat berdi. O'xshashli bir vaqt Amerika Qo'shma Shtatlari kelar hafta po'lat temir mahsulotlarini to'kma qilib sotgan davlatlarga texmi ko'p tamojna beji qo'yish mumkinligini jakarladi. Bu ahvol yaqinda o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungoning iqtisod suhbatiga ko'lanka tashladi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerika import qilgan po'lat temir mahsulotlariga norma bekitib berdi va tamojna beji qo'ydi deb ko'rsatdi. Prezident Trump 7-ayning 12-kuni Fransiyaga ketayotganda aeroplanda muxbirlarga suhbat bayon qilib, mundaq ko'rsatdi. Amerika nurg'un davlatlar po'lat temir mahsulotini to'kma qilib sotadigan bozorga aylandi. Biz axlat maydoniga aylanib qoldikmi? Ular po'lat temir mahsulotlarini to'kma qilib sotib, bizning po'lat temir sanoatimizni vayron qildi. Ular bir necha 10 yildan beri shunday qilib keldi. Men buni cheklayman. Bu ish to'xtashi kerak. Aqsaray prezident Trumpning haftaning 3-kuni aeroplanda muxbirlarga bayon qilgan suhbatining mazmunini oshkorlashni xohlamagan edi, lekin yanala buning mazmunini oshkorladi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Biz norma belgilab berish, biri norma belgilab berish, yana biri tamojna beji. Men ikkili vositani qo'llanishim mumkin. Savdo tijoratni siyosiy ko'zor qilish. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump mundaq bishorat berdi. Garchi Amerika misli ko'rilmagan bir ahvolda adolatsiz savdoning ziyonkashligiga uchrayotgan bo'lsa-mu, lekin Amerika Jungo savdosini Chavshan yadro qurollari masalasida Jungo bilan bo'lgan suhbatga destak qila oladi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerikada eng o'sal savdo kelishimi Amerika Jungo savdosi tuzilgan kelishimdir. Ammo bizning eng buyuk amaliy kuchimiz yanala mushu qo'rqinchli savdo kelishimidan keladi. Masalan, Jungo bilan tuzgan savdo tijorat kelishimi ko'pchilik. Biz bu kelishimni tekshiramiz, aniqlaymiz. Lekin Chavshan masalasida savdo bizdan amaliy kuchimizdir. Amerika Jungo kelar hafta suhbat o'tkazib po'lat temir embargo tadbiri yo'l qo'yishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo kelar hafta 7-ayning 19-kuni Washingtonda prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyingi tunji qatimliq iqtisodiy suhbatini o'tkazdi. Jungo davlat mahkamasining muavin vaziri Wang Yang, Amerika moliya ministri Mohin, savdo ministri Roz qatorliq rahbarlar suhbatga siyosatchilik qildi. Shuning bilan Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministri kelar hafta import qilingan po'lat temir mahsulotlari to'g'risida doklad e'lon qildi. Prezident Trump 4-ayning 20-kuni Amerika savdo ministrligiga buyruq tushirib, savdoni taraqqiy qildirish loyihasiga asoslanib, davlat bexatarligi qonunining 232-moddasining
belgilemelerge asaslanıp Cüngoni öz içine algan, import kılıngan polat tömür mahsulatlarını alaydı tekşürüşünü talep kılgan edi. Alimlar mındaq dedi, Cüngoniň polat tömür mahsulatlarına baş koyuş Prezident Trump Cüngo siyasetinin bir kısmıdır. Gerçi Amerika'da köplegen qoğdunuz siyasetleri oturga çıkarılgan bolsa mı, polat tömür mahsulatlarını işletkiçiler mundaq hesaplıdır. Tamojni beji belki polat tömür mahsulatlarının bahasını örültüydü. Polat tömür işlep çıkarış Cüngo bir çoğun devlet. Amerika Cüngo'nun polat tömür mahsulatları köp xil baş koygan bolsa mı, import kılıngan polat tömür mahsulatlarına tamojni bejini yuqarı kötörüş. Bu Prezident Trump'ның Cüngo qıratkan köp miqyasdaki, yani köp qatlamlı strategik siyasetinin terkibi kısmıdır. Prezident Trump mındaq degenti, biz Cüngo köp qetim körüstüp ötdük. İki devlet münasebetini tengpunlaştırışımız gerek dedik. Bunun için sen halamagan tedbirlerini biz davamlaştırırız. Ta ki sen tengpunlaştırışqa hareket qilishga o'tkicha. Şoňa bu qatimki tamojni beje hareketiniň polat tömür bazary bilen hiç qanday münasebeti yok. Demekçi bir ýerde polat tömür mahsulatlaryna tamojni beje goýuş bu kiçik iş. Biz iki devlet oturysky sowda tijareti tengpunlaştyryş. Asli maksat şu 3-nji aý, 4-nji aýlar, 1-nji aýlarda goýulgan maksatnyň özü näme? Cüngo Amerika oturysky sowda kilişim we sowda beriş kilişleriniň özü adalatsizlik. Şoňa Amerika Cüngo sowdasy tätir balans oturga çykyp atyr. Hazır bir ýer demekçi bolgany, baş goýuş polat tömür sowda mahsulatlary gaýry emiş. Bazary bilen hiç qanday alaqasy ýok.